Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz adolat haqida bo'ladi. Adolat deganimiz kishilarga adil bo'lishni, nohaqchilik qilmaslikni ko'rsatadi. Ojizgimi, kuchlikmi, cho'ng'imi, kichikmi, qisqasi, oldimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar hammaga adil va haqqoniy bo'lishimiz kerak. Bu haqda suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizga eng yaxshi ulgu bo'la oladi. Payg'ambarimiz bir umr hamma odamga adil va haqqoniy muomala qilgan, haq-huquqni qo'g'digan, nohaqchilikka qarshi turib, adolatni barpo qilgan. Qiynamisa do'stlar, qo'lingizga qalam ilib, tanlash savollarini ishlab ketaylik. Birinchi savol: nohaqchilikqa yo'liqqanda qanday qilasiz? A. Manga nohaqchilik qilgan kishiga undoq qozonga mundoq cho'mish deb men buni nohaqchilik qilaman. B. G'azabim toshidi, o'zimni qo'g'dayman. C. Tamkinlik bilan vaziyatni o'ngshashga va o'zimni to'g'ri ifodalashga kuchayman. Ikkinchi savol: yo'lda 10 so'm tepib olsangiz qanday qilasiz? A. Atrofimda hech kim bo'lmasa, elibla yanchiq solaman. B. Cho'tig'im bo'lmaydi, yo'limga ravon bo'laman. C. Pulni tushirib qo'ygan odamni tepishga tirishaman. Navoda topolmay qolsam, ishonchli bir yerga qo'yib qo'yaman. Uchinchi savol: ota-onangizning yanchug'idan o'g'irlikchi pul ilib boqdingizmi? A. Pul so'ragan chig'imda bermasa olaman. B. Agar bak ehtiyojli bo'lib qolsam olaman, lekin keyin ularga deb qo'yaman. C. Ota-onamning bo'lsa-mu, ularning ruxsatisiz hech narsani olmayman. Cho'qim ruxsat so'rayman. To'rtinchi savol: do'stlaringiz bilan o'ynaganda hiyla ishlatib boqdingizmi? A. O'yinda o'tish uchun hiyla ishlatib boqqandim. B. Mundaqla o'ynashib qo'yaman, ammo keyin hiyla ishlatganimni e'tirof qilaman. C. Garchi o'yin bo'lsa-mu, hiyla ishlatmayman, haqiqiy iqtidorim bilan ussam deyman. Beshinchi savol: qarz olganingizda yoki o'tni yerim qilganingizda vaqtida qaytaramsiz? A. Qarz berib turgan kishi suylimsa qaytarmayman. B. Ba'zida unutib qolsam, biri esimga solganaman qaytarib beraman. C. Boshqalardan olgan har qanday narsani cho'qim qaytaraman. Ularning ishonchisini yerda qo'yishni xohlamayman. Oltinchi savol: uyda ish taqsim qilinganda o'zingizga berilgan vazifani loyiqida o'rindamsiz? A. Menga davomli qiyin ishlar to'g'ri keladi. Ukamni qilg'ili solman. B. Unutib qolsam yoki xush yoqmasa, vazifamni o'rindamaydigan vaqtlarim bor. C. Ish taqsimotida hamma odamga ma'lum vazifalar beriladi. Men bu qilishga tegishli ishimni to'liq o'rindayman. Oilamga yordam berishga tirishaman. Yettinchi savol: ikki do'stingiz ma'lum sabablar tufaylidan qaydishib qoldi. Ularning biri sizga ahvolni aytsa, siz qanday qilasiz? A. Sening qilganing to'g'ri deyman va yana bir do'stimning xato qilganini aytaman. B. Menga ahvolni aytgan do'stimga tasalli beraman, yana bir do'stim bilan paranglashmayman. C. Har ikkisi bilan ayrim-ayrim ko'rishaman, bir amallarni qilib, ularni aplashtirib qo'yaman. Sakkizinchi savol: ikki do'stingiz bir musobaqada baslashyapti. Siz ularga reperlik qilsangiz qanday qilasiz? A. O'zim bekrak yaxshi ko'rgan do'stim utib olsin deb shuningga yon bosaman. B. Qaysi yordam talab qilsa, shuningga yordam qilaman. C. Hech kimga yon bosmayman, ikkilisiga odillik bilan lillo muomala qilaman. To'qqizinchi savol: ancha yaxshi tayyorlik qilmagan bir fandan imtihonga kirdingiz. Bu chog'da qanday qilasiz? A. Savoqdishimning imtihon qog'oziga o'g'irlikcha qarab olaman. B. Inimdagi savoqdishimdan yordam so'rayman.
C. Biladigan savollarga javob berib, keyingi imtihonga texmi yaxshi tayyorlik qilaman. 10-savol. Maktabda birining nohaqchilikka uchrayotganligini ko'rsangiz qanday qilasiz? A. Hech nima qilmayman, boshqalarning ishiga aralashmayman. B. Yiroqdan ko'zitaman, ko'nglim yerim bo'ladi, lekin qo'limdan hech nima kelmaydi. C. Nohaqchilikka qarab turmayman, qo'limdan kelganini qilaman. Adolat haqidagi savollar mushuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqaylik. Agar A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, ba'zida birini bak yaxshi ko'rganligimiz uchun yana biriga uvol qilib qo'yamiz yoki nima qilarimizni yaxshi bilmaganimiz uchun tangsiz muomala qilib solamiz. Odil, haqqoniy kishi degan tonimaydigan odamgimi, taniydigan odamgimi o'xshash muomala qiladi. Biroq nohaqchilikka uchrasa haqiqatni so'zlaydi. O'ziga qanday muomala qilinishni xohlasa, boshqalarga shunday muomala qiladi. Odil kishi boshqalarning ishonchisiga erishadi. Bundan keyin har ishda odillikni yaratadiganligingizga ishonaman. Agar B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, siz odillikning muhimligini biladi ekansiz. Biroq ba'zida jur'atkor bo'la olmaydi ekansiz. Unutmang, har qancha qiyin bo'lsa-mu, hamma odamga butun jonliqlarga odil muomala qilib, nohaqchilikka uchraganlarga yordam berganingizda o'zingizni to'liq yengillab qolgandek his qilasiz. Odil va lillo bo'lganda insonlarning sevgisiga va ishonchisiga erisha olasiz. Payg'ambarimizdek bo'lishga tirishganingiz uchun Rabbimizning sevgisiga noil bo'lasiz. Agar C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, sizga ko'z tegmasin. Mashalloh, bergan javoblaringizga qaraganda siz odil bo'lishni suyumli payg'ambarimizdan o'rganibsiz. Butun jonliqlarga to'liq odil muomala qiladi ekansiz. O'zingiz yoki boshqalar uvolchilikka uchraganda hech kimni ranjitmay, nohaqchilikka qarshi turadi ekansiz, qarab turmaydi ekansiz. Bir musulmon uchun adolat va haqqoniyatning nimadan derak beradiganligini biladi ekansiz. Har doim boshqalarga shunday odil muomala qilib ulgu bo'lg'aysiz. Programmamizning bu qitimli soni mushiyada oxirlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.